Salom aziz obunachilar. Nomlari Iston bilan tugaydigan davlatlarning nomi fors tilidan olinib, yer, mamlakat degan ma'nodagi so'zlardan kelib chiqqanini bilarmidingiz? Asosan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo hududida joylashgan ushbu davlatlar: Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston. Har biri o'zida yuzlab yillik sivilizatsiya, savdo yo'llari va an'analarni mujassam etgan, betakror tarix va madaniyatga ega bo'lgan davlatlardir. Afg'oniston afg'onlar mamlakati. Pokiston poklik yurti. Qozog'iston qozoqlar mamlakati. O'zbekiston o'zbeklar mamlakati. Turkmaniston turkmanlar mamlakati. Qirg'iziston qirg'izlar mamlakati. Tojikiston tojiklar mamlakati. Umumiy ma'lumotlar. Hududi: Markaziy va Janubiy Osiyo hududlarida joylashgan. Tili: har bir davlatda o'ziga xos bo'lgan pushtu, urdu, qozoq, o'zbek, turkman, qirg'iz, tojik va boshqa tillar mavjud. Dini: asosan islom dini tarqalgan. Ayrimlarda ozchilik boshqa dinlar ham mavjud. Iqlimi: davlatiga qarab cho'l, tog'li yoki quruq kontinental maydonlari mavjud. Iqtisodiyoti: qishloq xo'jaligi va savdo. Tabiiy boyliklari: neft, gaz va minerallardan iborat. Qiziqarli 6 ma'lumot. Pokiston nomi poklar yurti degan ma'noni anglatadi. Bu nom 1993-yilda Hindistondagi musulmonlarning mustaqillik harakati davomida taklif qilingan. Qozog'iston maydoni bo'yicha dunyoda 9-o'rinda turadi. Ulkan dashtlari va katta neft zaxiralari bor. Qirg'iziston baland tog'lari va ko'chmanchilik an'analari bilan mashhur. Tojikiston dunyoning eng baland tog' tizimlaridan biri bo'lgan Pomir, ya'ni dunyoning tomi deb nom olgan tog' tizimining katta qismiga ega. Bu davlatlarning aksariyati 1991-yilgacha SSSR tarkibida bo'lgan. Bu esa ularning bugungi madaniyati va siyosatida sezilarli iz qoldirgan. O'zbekiston haqida esa izoh va kommentariyalarda o'zingiz yozib keting. Kanalimizni kuzatib boring.